Xolasi bir oydan keyin bahor akalar ko'rishinglar mumkin. Sizlar uchun dori apparat kerak bo'ladi. Xo'p. Kattaroq bolalar uchun mana shunday remenli dori apparatlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Nomi Sanyo akalar. 7,5 ot kuchi motori ko'ryapsizlar akalar. Xo'p. Bundan tashqari motorda yarimta tortga o'tadi. Benzinga ishlaydi. Bu benzin rasxodi akalar. 700 grammgacha ichadi. Xo'p, akalar, bundan tashqari bu narsamiz ham yog' quyib qo'yasizlar va yog' datchigi bor. Bu narsa, misol motoringiz uncha narsaga pishib qolmaydi. Xo'p, akalar, mana bu sariq simchasini ko'ryapsizlar, akalar. U mana bu yerda motordan simcha chiqqan. Bu degani bu o'sha sariq maslahatchigi simchasi bo'ladi, akalar. O'sha narsa uzib qo'yadi motorni. Uzib avtomatik to'xtatib qo'yadi motorni. Xo'p, akalar, keyin motorni mana shu motorni pompasiga o'tib turadigan bo'lsak, bu pompamiz akalar ko'rishinglar mumkin. 30 lik pompa bo'ladi, eng katta pompa bo'ladi bu narsamiz. Xo'p, akalar, bunimizni mana bu yerga yog' quyib qo'yasizlar va orqa tarafida remeni bor. Bundan tashqari komplektida nimalar bor, akalar? Xo'p, mana bunday 30 metrlik shlem bo'ladi va mana bunday komplektida pistoletlar bo'ladi. Bundan tashqari mana bunday so'ruvchi shlem va обратный shlem bo'ladi va komplektida mana bunday sandiqlari va mana shu filtri chiqadi va podishkalar chiqadi va shestigradnik ключ kitobchalar chiqadi. Akalar, xo'p, narxiga kelib turadigan bo'lsa 2150 ming so'm beramiz. Kamketiga bor, 12 davlatga dastlabki xizmatimiz bor. Kimga shunaqangi apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilsalaring, bemalol bexijolat o'tkazib tashlab chiqartirib beramiz akalar.